Yo'q, qarada. Birinchi muhabbatim bor edi. Ayrilganimizga ro'p rosa 6 yil bo'ldi. Lekin hali ham telefon qilib, hol-ahvol so'rab turadi. Qancha tushuntirdim. Endi seni yo'ling, meni yo'lim boshqa deb. Hammaning o'zining hayoti bor. Hamma o'zining yo'lidan ketgan dedim. Lekin u aytadiki, unutish qiyin ekan deydi. Muammo nimada? Nomerni almashtirsa bo'ladi-ku. Muammo ham shunda-da. Nomer o'zgartirmoqchi emasman. Sen buni tushunmaysan-da. Tushunmayman. Nima? Topolmay qolishidan qo'rqasanmi? Tushundimsan? Har bahor yo'lingda intizor kutaman ahdiga vafodor yurakdan asragan gapim bor kutaman kelmasa